Agar siz onlayn do'konlarga buyurtma berib, aldanib qolishni xohlamasangiz, mana shu narsalarga ahamiyat bering. Birinchisi, siz buyurtma qilayotgan do'konlarni yaxshilab o'rganib chiqing. Mijozlar bergan odzivlarni ko'rib chiqing. Necha kishidan buyurtma olgan, necha kishiga beshkaz yetkazib bergan. Agar akkaunt yangi bo'lib, odzivlari juda ham ko'p bo'lsa, bu akkauntdan qo'rqing. Balkim u bashenlik bo'lishi ham mumkin. Siz onlayn do'konlarga baribirga ham ishonmaysiz. Lekin sizga Xitoyning sifatli arzon tovarlari kerak. Shuni o'ylagan holda zavod narxi do'koni Xitoydan o'sha sifatdagi va arzon narxdagi tovarlarni olib kelyapti. Bugungi kunda trendda bo'lgan o'sha Lenovo brendidagi original AirPods'ni zavod narxi do'koni 69 mingdan olib kelib qo'ygan. Bu naushniklarimizning ikki xil rangi bor, oq va yashil. Keysini o'zida necha foiz zaryad qolgan mana ko'rib tursangiz ham bo'ladi. Ikkala naushnikda ham zaryad oldimi yoki yo'qmi? Buni ham bilib tursangiz bo'ladi. Naushnikni qulog'ingizga taqqaningizda juda ham mushtdek o'rnashib oladi. Naushnikda muzika eshitganingizda ham, telefonda gaplashganingizda ham ovozi juda ham sifatli yetib boradi. Sizga ham 69 mingdan original Lenovo brendidagi AirPods'lar kerak bo'ladigan bo'lsa, zavod narx profilimizga obuna bo'lib qo'ying va pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing.